Siz har kuni nima yeyotganingizni hisoblaysizmi? Har bir ovqat tanangizga qanday ta'sir qilishini bilasizmi? Bugun sizga kaloriya haqida sodda va qiziqarli tushuntirib beraman. Kaloriya nima? Kaloriya bu tanamiz oziq-ovqatdan oladigan energiya miqdori. U bizga yurish, fikrlash, ishlash va harakat qilish uchun kerak. Masalan, bir stakan sut taxminan 100 kaloriya energiya beradi. Bu sizning qisqa yurishingiz uchun yetarli. Kaloriyaning tanaga ta'siri. Agar siz ko'p kaloriya olsangiz va kam sarflasangiz, tanangiz uni yog' sifatida saqlaydi. Agar kam kaloriya olsa, tanangiz energiyani tejaydi. Shuning uchun har bir ovqatni va kunlik energiyani hisoblash muhim. Kimlar qancha kaloriya sarflaydi? Kaloriya sarfi har bir kishida farq qiladi. Bolalar va o'smirlar tez o'sadi. Shuning uchun ko'proq energiya kerak. Taxminan 1800-2500 kaloriya kuniga. Kattalar, ofis ishida ishlaydiganlar uchun taxminan 2000-2500 kaloriya. Sportchilar va jismoniy mehnat qiladiganlar uchun 3000 kaloriya va undan ham ko'proq. Shuningdek, erkaklar odatda ayollarga qaraganda ko'proq kaloriya sarflaydi. Chunki ularning tana massasida mushaklar ko'proq va energiya sarfi yuqori. Qaysi ovqatlar energiya beradi? Meva va sabzavotlar tabiiy energiya manbai hisoblanadi. Protein va don mahsulotlari uzoq davom etuvchi energiya beradi. Shirinlik va fast food esa tez, ammo qisqa muddatli energiya beradi. Ovqatlarni balanslash va porsiyalarni kuzatish muhim. Bu defitsit deyiladi. Kaloriyani nazorat qilish oddiy. Har bir ovqatni kuzating, tez-tez harakat qiling va sog'lom balansni saqlang. Masalan, 10 daqiqalik piyoda yurish bilan taxminan 50 kaloriya sarflaysiz. Endi siz ham har bir ovqatni kaloriya miqdorini bilib, energiyangizni boshqarishingiz mumkin. Sog'lom turmush tarzini tanlang va o'zingizni energiya bilan to'ldiring.